Bugun Xitoydan bizga mana Yapon mashinasiga, Xitoyda ishlab chiqarilgan yapon mashinasiga va Xitoyda ishlab chiqarilgan nemis mashinasiga zapchastlarimiz kelgan. BMW iX3 avtoservisimiz zakazi, bu birga ishlaydigan ukamizning zakazlari. Honda ENS1 mashinasiga mayda-chuyda zakazlarni olib kelib berganmiz. O'zi katta DTP bo'lgan. Boshqa narsalarni olib kelib berdik. Endi bu mayda-chuydalar chiqqan ekan. Ko'pchilik ustalarimiz biladi, baribir mashinani terayotganda hamma muammosi kelib chiqadi. Mana radio ushlaydigan sensori, mana radio blogi, undan tashqari termodatchiklar, mana bu yoqda mana pilniklar, yana mana motor rikta qismlari mana nikellarni ham olib kelib berganmiz. BMW iX3 mashinamizda ham DTP holatda mana bokovoyga mana body kit taqilgan ekan o'zi oldin, u sinib ketgan DTP bo'lganda mana body kitlar mana eshik ruchkalarini olib kelib berganmiz. Xitoyda dunyoni почти hamma mashinalari уже sekin-sekin chiqyapti. Chevrolet deysizlarmi, BMW, Mercedes, Honda, Toyota'lar ham chiqadi. O'sha uchun biz Xitoyda 500 dan ortiq поставщигimiz borligi bizning katta yutug'imiz. Nimaiki zapchast kerak bo'lsa, Donagami, Optimgami bemalol murojaat qilinglar. Bozordan topolmagan, qiynalib turgan zapchastlardan hammasini inshaalloh topib beramiz. Faqat yili yangi mashinalarga hali bizdan ko'p so'rashadi. 80-yilda chiqilgan masalan Yaponda Daihatsu mashinasiga zapchast topib beringlar deb, unaqa mashinalarga zapchast topib bo'lmaydi. Topilsa ham bu raritet bo'lgani uchun juda ham qimmat bo'lib ketadi, odamlarga to'g'ri kelmaydigan narx bo'ladi. O'sha uchun yangi modellarga aytsanglar, inshaalloh hammasiga zapchast topib beramiz akalar. Kuninglar xayrli o'tsin, sog' bo'linglar.